أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت العزن سهلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح أما بعد. Hurmatli talib ilm birodarlar, sizlar bilan Imom Quduriyning muxtasarlarida Kitabus Solada babu sifatis solada davom etar ekanmiz. Yo'q, babul jamoaga kelgan ekanmiz, jamoatga. O'tgan darsimizda imomlikka kim loyiq ekanligi mavzusi bilan tugatgandik va kimlarni o'tishi makruh ekanligini o'sha oxirgi mavzumizda qul, fosiq, ko'zi ko'r odamni ham imomlikka o'tishi makruh deb aytdik. Faqat ularni makruhligi nima dedik? Li zotihi emas, ya'ni ularni shaxsiga oid bir sabab tufayli emas, balki li g'oyrihi, ya'ni tashqi bir omil sababli, ya'ni ular namozni to'kis to'kis ado qilishlikka loyiq ma'rifati yo'qligidan yoki najas narsadan saqlana olmasligi kabi yoki fosiq bo'lgani uchun odamlar undan nafratlanib orqasida namozni o'qigisi kelmasligi sababli jamoat ozib qolishiga nima sababchi bo'lishi mumkin deb aytdik. Agar bu narsalar topilmaydigan bo'lsa, karohat ham nima qiladi? O'rtadan ko'tariladi deb aytib o'tgan edik. Endi shu yerda bir masala shunki, Imom Taqiyuddin Subki rahimahulloh, u kishini risolalari bor. Talabus salama fi tarkil imama degan, imomlikni tark qilish likda salomatlikni istash degan risolalari bor. O'sha risolalarida boshida aslida o'sha imomlik muazzinlikdan afzalligini nima qiladilar? Bayon qiladilar. Tushunarlimi? Imomlik muazzinlikdan afzal ekanligini bayon qiladilar. Umar radhiyallohu anhuni ham u kishidan sobit bo'lgan gap bor. Imomlikka qildim deydilar, tanladim deydilar. Chunki muazzinlikka u kishini imkonlari yo'q. Xalifa bo'lganlar. Xalifa bo'lgandan keyin u kishi davlat ishlaridan mas'ul bo'lib, namozlarni vaqtini kirib chiqishini u kishi nima qila olmaydi, kuzata olmaydi hamma ishini tashlab. O'shaning uchun imomlikka tanladim deganlar. Yana bir odamdan rivoyat qilinadi, aytadiki, imom orqasida namoz o'qisam, Fotiha o'qimasam Imom Shofi'i, Fotihani o'qisam Imom Abu Hanifa xafa bo'ladilar. O'shaning uchun imom bo'ldim deydi. Tushunarlimi? Imom Shofi'i chunki nima deydilar? Fotihani o'qish farz. Men endi Imom Abu Hanifani gaplarini qilib o'qimasam, Imom Shofi'i xafa bo'ladilar. Va Imom Shofi'i farz degan ekan deb, u kishini gap aytganlarini qilib o'qisam, Imom Abu Hanifa xafa bo'ladi. Shuning uchun nima bo'ldim deydilar? Imom bo'ldim deydilar. Tushunarlimi? Shunga imomlik muazzinlikdan afzal deb bilinadi. Ammo lekin afzal ekan deb loyiq bo'lmagan odam nima qilmasligi kerak? Imomlikka o'tmasligi kerak. Tushunarlimi? O'sha risolada Imom Taqiyuddin Subki aytadilarki, agar bir inson haqli bo'lmagan holatda bir qavmga imom bo'ladigan bo'lsa, jamoat bilan o'qilgan namozda bir barobardan 70 barobargacha savob yoziladi. To'kis komil holatda nima qilinadigan bo'lsa, ado qilinadigan bo'lsa. Endi lekin imom haqsiz bo'ladigan bo'lsa, u nima qila olmaydi? Namozni butun haqlarini bajo qila olmaydi. Alloh taolo esa sollu solah demagan. Namozni o'qib qo'yinglar demagan. Nima degan? Aqimus solah. Namozni to'kis nima qilinglar? Butun arkonlarini qoyim qilinglar. Tushunarlimi? To'kis qoyim qilinglar, ya'ni to'kis bajaringlar deb buyurgan. Imom shu narsadan mas'ul. Chunki qolganlarni imomi bo'lgandan keyin, peshvosi bo'lgandan keyin ularni namozidan ham u mas'ul. Tushunarlimi?
haqli bo'lmagan holatda imomlikka o'tadigan bo'lsa, insonlarning namozi nuqsonli bo'lib qolishidan nima bo'ladi? U mas'ul bo'lib qoladi. O'sha aytadiki, qiyomatda deydi, agar deydi imom haqsiz ravishda imomlikka o'tadigan bo'lsa, deydi, Xudoning huzuriga borganda orqasida qavmda turganlar deydi, Xudoning huzuriga chiqib talab qilishadi deydi. Ey Xudo deydi, men shu namozimdan deydi 70 barobar savob olishim mumkin bo'lgan holatda, lekin mana bu odam haqsiz ekan, haqsizligini bilgan holatda imomlikka o'tib, men kamroq savob olishimga sababchi bo'ldi. O'shaning uchun meni haqqimni undan olib ber deb da'vo qilishadi deydilar. Tushunarlimi? O'shaning uchun haqsiz bo'lgan odam nima qilmaslik kerak? Imomlikka o'tmaslik kerak. Agar jamoatda haqliroq bo'lgan odam borligini biladigan bo'lsa, uni nima qilish kerak? Taqdim qilishi kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Lekin ayni shaklda aytadilarki, ayni shaklda agar jamoatni ichida imomdan ko'ra haqliroq ekanligini biladigan odam bor bo'lsa va u imomlikka o'tmaydigan bo'lsa, o'sha qavm bu odamning ustidan ham da'vogar bo'ladiki, ey Alloh, mana bu banda haqliroq ekanligini bilib turib, biz buni orqasida o'qiganimizda 70 darajagacha savob olishimiz mumkin bo'lgan holatda imomlikka o'tmasdan biz kamroq savob oldik. Shuning uchun bu odamni haqqimni olib bergin deb da'vo qiladi. Tushunarlimi? Haqsiz bo'lib o'tsa yoki haqli bo'lib turib o'tmasa, qavm bo'ladi, da'vogar bo'ladi. Tushunarlimi? Bu bitta masala. Ikkinchi masala, ikkinchi jamoat. Ikkinchi jamoat masalasi. Xo'p, bizda masjid ikki xil masjid bor. Yo'ldagi masjid va mahalla masjidi. Tushunarlimi? Yo'ldagi masjid va nima? Mahalla masjidi. Farqi nimada? Mahalla masjidini doimiy nimasi bor? Imom va jamoati bor bo'ladi. Tushunarlimi? Yo'lda uchraydigan masjidni esa doimiy nimasi yo'q, jamoati yo'q bo'ladi. Tushunarlimi? Doimiy nimasi? Jamoati yo'q bo'ladi. Shunga ko'ra, yo'l masjidida ikkinchi jamoat makruh emas. Tushunarlimi? Yo'l masjidida ikkinchi jamoat makruh emas. Chunki o'zini nima doimiy jamoati bo'lmagandan keyin kelgan odamlar jamoat tashkil qiladigan bo'lsa, bemalol nima jamoat holatda namoz o'qib ketishi mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Mahalla masjidida esa ikkinchi jamoat nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Tushunarlimi? Bu masalada ixtilof bor. Bu masalada nima ixtilof bor? Azon va iqomat etsami, etmasami? Ba'zi ulamolar aytganki, ular ham, ya'ni ikkinchi jamoat ham yoki uchinchi jamoat ham azon va iqomat etib jamoat qiladigan bo'lsa, makruh bo'ladi degan. Ba'zi ulamolar esa nima degan? Yo'q, mutloq degan. Ikkinchi jamoat nima bo'ladi? Makruh bo'ladi deb aytgan. Tushunarlimi? Mutloq ikkinchi jamoat nima bo'ladi? Makruh bo'ladi deb aytgan. Tushunarlimi? Bunga ikki xil rivoyat keltirishadi makruh ekanligiga. Nabiy alayhi salatu vassalom Masjid-i Nabiyga bir ish bilan mashg'ul bo'lib, Masjid-i Nabiyga chiqsalar, namoz o'qilib bo'lganligini ko'rganlar, uylariga qaytib borib nima qilganlar? Ahillarini yig'ib turib, ular bilan namoz o'qiganlar. Tushunarlimi? Agar ikkinchi jamoat qilish joiz bo'lganda, payg'ambar masjidga kirib nima qilardilar? O'sha yerda jamoat qilib o'qirdilar deb aytishadi. Bu bitta rivoyat. Ikkinchi rivoyat xuddi shunga o'xshash rivoyat. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shogirdlari bilan birga Alqama radhiyallohu anhu bilan va yana boshqa shogirdlari bilan darsdan chiqib masjidga kelsa, jamoat namoz o'qib bo'lganligini topadilar. Shunda orqaga qaytib ketib uyda o'qishadi. Tushunarlimi? Ular o'zi zotan shogirdlari bilan kelyaptilar. Bemalol nima qilsa bo'ladi, u yerda jamoat qilib namoz o'qisa bo'ladi. Lekin qaytib borib nima qilishgan? Uyda o'qishgan. Tushunarlimi? Endi sahobalar doimiy ravishda amalni nima qilishgan? Eng afzaliga shoshilishgan. Agar o'sha masjidda ikkinchi jamoat qilib o'qish afzal bo'lganda, zotan nima qilardilar? O'sha yerda borib o'qiydilar. Tushunarlimi? Ammo u kishini qaytib borganlardan bu narsani to'g'ri deb bilmaganliklarini tushunamiz. Tushunarlimi? O'shaning uchun nima deyiladi? Mahalla masjidida o'zi mahalla ahli jamoatda masjidning ahli namozni o'qib bo'lgandan keyin ikkinchi jamoat qilib o'qish nima? Makruh deb aytiladi. Tushunarlimi? Endi bu masalada Imom Abu Yusuf qavli ham bor, ba'zi ulamolar uni ham qabul qiladi. U kishi aytadilarki, birinchi jamoatni shaklida jamoat qilish makruh deb aytadilar. Tushunarlimi?
birinchi jamoatni shaklidek jamoat qilish makruh deyiladi. Birinchi jamoat qanday qiladi? Imom mehrobda turadi, ular uni ortida. Tushunarlimi? Agar ikkinchi jamoat ham kelib, imom mehrobda turib, jamoat orqasida turadigan bo'lsa, makruh bo'ladi deydi. Agar imom mehrobga qaramasdan boshqa bir burchakda o'qiydigan bo'lsa, karohat ko'tariladi deb aytganlar. Tushunarlimi? Ba'zi ulamolar bu narsani nima qiladi? Qabul qiladi. Imom Yusuf bu qavlini boshqa ulamolar esa nima qilmaydi? Qabul qilmaydi. Tushunarlimi? Shunga ko'ra, demak biz nima dedik? Ikkinchi jamoat makruh bo'ladi deb aytildi. Tushunarlimi? Xo'p, ana endi bu narsalarni bayon qilganimizdan keyin davomida aytamizki, va yanbaghi lil imami alla yutawwila bihimus solata. Va yanbaghi lozim bo'ladi lil imomga an la yutawwila uzaytirmasligi bihim jamoatga as-solata namozni. Tushunarlimi? Imomga lozimdir jamoatga namozni nima qilmaslik? Uzun qilib yubormaslik. Tushunarlimi? Namozni uzun qilib yubormaslik qanday bo'ladi? Sunnat miqdordan ortiq o'qimaslik bilan bo'ladi. Tushunarlimi? Sunnat miqdordan ortiq o'qimaslik bilan bo'ladi. Biz nima dedik? Sunnat qiroat bomdod va peshin namozida Hujurotdan to Buruj surasigacha bo'lgan suralar, uzun suralar, shular sunnat. Asr bilan xufton namozida Burujdan Bayyinagacha bo'lgan suralar, o'rtacha suralar, shular sunnat. Asr va xuftonda. Shomda esa Bayyinadan pasi nima bo'ladi? Sunnat bo'ladi, qisqalari. Tushunarlimi? Demak, mana shu namozlarda uzun qilmaslik nima hisoblanadi? Uzun qilmaslik lozim bo'ladi. Tushunarlimi? Muoz radhiyallohu anhu u kishi o'zlarini mahallasidagi masjidga borib imomlik qilib yurganlar. Tushunarlimi? Bir kuni borib u kishi shunday namozda Baqara surasini boshlaydilar. Orqada ergashgan odam shunday alif lam mim zalikal kitob deb eshitib shunday salom berib chekkaga o'tib o'zi namoz o'qib yoradi. O'zi namoz o'qib olib, keyin Rasulullohning huzurlariga borib nima qiladilar? Shikoyat qiladilar. Bu nima qilyapti? Bizga uzun sura o'qiyapti deb shikoyat qiladilar. Keyin Nabiy alayhisolatu vasallam Muoz roziyallohu anhuni chaqirtirib, "Afattanun anta ya Muoz" deb aytganlar. Fitnachimisan sen ey Muoz deb aytganlar. Sen anaqa sabbih isma va shamsi va duhahalarni o'qigin deb aytadilar. Tushunarlimi? A'lo surasi bilan nima? Shams surasini o'qigin deb aytganlar. Tushunarlimi? Boshqa bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nasihat qilganlarida o'qiydigan bo'lsanglar, jamoatdagi eng zaif hol odamni rioya qilib o'qinglar deganlar. Tushunarlimi? Imomlarga nasihat qilganda nima deganlar? Imom bo'ladigan bo'lsanglar, jamoatdagi eng zaif hol odamni nima qilib e'tiborga olib nima qiroat qilinglar deganlar. Chunki ularning ichida yosh katta bor, kasal bor, hojatmand odamlar bor. Tushunarlimi? Va o'zlari ham Nabiy alayhisolatu vasallam bomdodda uzun qiroat qilishlariga qaramasdan nima qilganlar? Birinchi rakatga Falaq, ikkinchi rakatga Nas surasini o'qiganlar bomdodda. Shunda sahobalar namoz tugagandan keyin "Avjasta ya Rasululloh" deb aytishgan. Ya'ni o'ta qisqa qildingiz ya Rasululloh deganda Nabiy alayhisolatu vasallam go'dayni yig'isini eshitdim, onasini mashg'ul qilib qolishidan qo'rqdim. O'shaning uchun qisqa qildim deganlar. Tushunarlimi? Chunki ona bola yig'lashni boshlasa, namozda tapay turib chiqib keta olmaydi. Lekin ko'ngli nima bo'lib qoladi? Mashg'ul bo'lib qoladi. Xushusi yo'qoladi. O'shaning uchun nima qildim deganlar? Qisqa qildim deganlar. Tushunarlimi? Shu ma'nodan kelib chiqqan holatda ba'zi ulamolar aytganki, peshin namozida ham nima qilmaydi? Hujurotdan Burujgacha bo'lgan qism emas, Burujdan Bayyinagacha bo'lgan qismni o'qiydi deb aytgan. Tushunarlimi? Chunki peshin vaqti ham nima? Mashg'ullik vaqti. Xosatan bugun. Odamlar chunki ishda bo'ladi.
Kimdir namozga kelsa ham nima obedda chiqib, tezroq nima namoz o'qib, ovqatini yeb, nima yana qaytib ishga qaytib borish kerak bo'lgan payt bo'ladi. Shuning uchun qisqa qilib o'qish kerak deydi. Xo'p, bu umumiy. Demak, namozni nima qilmaslik kerak? Jamoatni jamoatga kelishdan uzoqlashtirib yubormaydigan miqdorda qiroat qilish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Men eslayman, misol bir marta bir masjidda o'qiganimizda imom peshinni Fath surasini aniq qilgan. Zam qilgan. Namozdan keyin bilganmiz Fath surasini. Fath surasi necha bet? 4 bet. 2 bet 2 betdan qiroat qilgan. Tushunarlimi? Jamoat charchab qolgan. Unaqa qilsa jamoatga nima qilishi boshlaydi? O'tdan ketib boshqa masjidga ketishi boshlaydi. Tushunarlimi? Maqsad esa nima emas? Namozni imkon boricha uzun qilish emas. Jamoat ko'p bo'lish. Tushunarlimi? Hop, bu umumiy. Endi birinchi rakatni ikkinchi rakatdan uzun qilish mustahab emasdir bomdoddan boshqa namozda. Tushunarlimi? Birinchi rakatni ikkinchi rakatdan uzun qilish faqatgina qaysi namozda? Bomdod namozidagina mustahab hisoblanadi. Tushunarlimi? Chunki bomdod vaqti g'aflat vaqti, uyqu vaqti. Tushunarlimi? O'shaning uchun jamoatga keladigan odamlarga qulaylik bo'lsin deya birinchi rakat nima qilinadi? Sal uzunroq qilinadi. O'sha boshda qiroatlar miqdorida aytganda nima dedik? 30 oyatdan 40 oyatgacha o'qiydi dedik. Ikkinchi rakatda esa 20 dan 30 gacha. O'shaning uchun birinchi rakatni nima qiladi? Sal uzunroq qiladiki, keladigan odam nima qilsin? Kelib olsin. Qolgan rakatlarda esa bunaqa mustahab yo'q. Tushunarlimi? Va ikkinchi rakatni birinchi rakatdan uzun qilish makruh. Tushunarlimi? Ikkinchi rakatni qiroatini birinchi rakatni qiroatidan uzun qilish makruh. Tushunarlimi? Xo'p. Endi va yukrahu lin-nisa'i an yusallina wahdahunna bi jama'a. Va yukrahu lin-nisa ayollarga makruh bo'ladi an yusallina wahdahunna o'zlari yolg'iz holatda bi jama'a jamoat holatda o'qishlari. Tushunarlimi? O'zlari faqat o'zlari, ya'ni erkak kishi qatnashmagan holatda o'zlari jamoat qilib o'qishlari nima hisoblanadi? Makruh hisoblanadi. Tushunarlimi? Janoza namozidan tashqari. Tushunarlimi? Janoza namozidan tashqari. Agar misol uchun janozada erkaklar umuman yo'q bo'ladigan bo'lsa, ayollar yolg'iz o'zi nima qiladi? Jamoat qilib namoz o'qiyveradi. Yolg'iz o'zlari jamoat qilib o'qiyveradi. Makruh bo'lmaydi. Tushunarlimi? Nimaga? Chunki yolg'iz o'qiydigan bo'lsa, bittasi bilan janoza namozi bajarib qo'yilgan bo'ladi, qolganlar o'qiy olmay qoladi-da. Tushunarlimi? Misol uchun valisi, o'likning valisi yoki hali imom o'qib qo'yadigan bo'lsa, qolganlarniki nima bo'lmaydi, o'tmay qoladi. O'shanda o'tda nima qilaveradi? Jamoat qilib namoz o'qiradi janozada. Tushunarlimi? Qolgan namozlarda esa nima? Makruh. Tushunarlimi? Xo'p, fa in fa'alna. Shunga qaramasdan, ya'ni makruh ekanligiga qaramasdan qilsalar. Tushunarlimi? Fa in fa'alna. Agar qilsalar, ya'ni makruhligiga qaramadi, bab nima qilishdi? Jamoat qilishdi. Nima bo'ladi endi? Waqafal imamu wastahunna. Imom turadi qatta ularni o'rtasida. Imom qatta turar ekan, ularni o'rtasida turadi. Tushunarlimi? Kal urati. Yalang'och holatda namoz o'qiyotganlar kabi. Tushunarlimi? Tushuninglarmi? Demak, imom qatta turadi, o'rtasida turadi. Tushunarlimi? Hop. Oldinga chiqmaydi. Tushunarlimi? O'rtada turadi, ya'ni oldinga chiqib turmaydi. Tushunarlimi? O'rta holatda turadi. Xuddi yalang'ochlar nima qilgandaki, namoz o'qigandaki. Avvalda yalang'och odamlar jamoat qiladigan bo'lsa, o'tda ham imomlar bo'ladi, o'rtada turadi. Satrliroqda. Oldinga chiqib olsa, u hamma tomosha qiladi uni. O'shaning uchun bu yerda ham nima? Ayollar jamoat qiladigan bo'lsa, nima bo'ladi? O'rtada turadi ayol. Tushunarlimi? Imom bo'layotgan ayol nima bo'ladi? O'rtadan turadi. Tushunarlimi? Azon ham qomat ham yetishmaydi. Boshda aytdik-ku, azon bobida aytdikki, ayollarniki nima hisoblanadi? Makruh hisoblanadi. Tushunarlimi? Shuning uchun azon ham qomat ham nima qilmaydi? Yetishmaydi.
Tushunarlimi? Endi va man solla ma'a wahid, kim bitta odam bilan birga namoz o'qisa, aqamahu an yaminihi, uni o'ng tarafiga turg'izadi. Tushunarlimi? O'zini o'ng tarafiga turg'izadi. Tushunarlimi? Bu avlosi, orqasida tursa ham joiz. Tushunarlimi? Bu nima ekan? Avlosi. Tushunarlimi? Avlorog'i qayerda? O'ng tarafida turishi. Agar orqasida tursa nima? Joiz. Tushunarlimi? Anas radhiyallohu anhudan, Anas yoki Ibn Abbos radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatda aytadiki, shu Nabiy alayhisolatu vasallam bilan namoz o'qiganimda deydilar, chap taraflariga turuvdim deydilar, qulog'imdan bundoq ushab tortib o'ng tarafga turg'izib qo'ydilar deydilar. Tushunarlimi? O'sha chap tarafga turganlar, yana bundoq ushab cho'zib, yoqqa cho'zib o'ng tarafga turg'izib qo'yganlar. Tushunarlimi? Shunga nima qilar ekan? Demak, o'ng tarafiga turadi. Tushunarlimi? Hop. Va in kana ithnayni agar ikki kishi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir kishidan ortda ikki kishi bo'ladigan bo'lsa, taqaddamahuma, ulardan oldinda turadi. Tushunarlimi? Biri o'ngiga, biri chapiga turmaydi. Tushunarlimi? Biri o'ngiga, biri chapiga turmaydi. Tushunarlimi? Oldinga o'tadi. Imom oldinda, ular nima bo'ladi? Orqada turadi. Tushunarlimi? Imom Abu Yusufga xilof o'laroq, Imom Abu Yusuf chap tarafiga turaveradi deganlar. Ya'ni bir odam o'ngiga, ikkinchi odam nima? Chapiga turadi deganlar. Nimaga? Chunki u kishi rivoyatda oladilar, shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki kishiga imom bo'lganda, biri o'ngiga, biri nima? Chapiga turgan. Abdulloh ibn Mas'ud ekan. Uzr. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu imom bo'lganlarda biri o'ngga, biri nima bo'lgan? Chapga turgan deydi. Lekin biz u rivoyatda qabul qilmaymiz. Sababi u yerda aytiladiki, uy tor edi deydi. Uy nima edi? Tor edi deydi. Ya'ni o'z-o'zidan u yerda nima oldinga chiqa olmaydi. Tushunarlimi? O'sha torligidan qilingan. Bizda boshqa rivoyat, o'sha Anas radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatda aytadilarki, Nabiy alayhisolatu vassalom bilan deydi, namoz o'qidim deydilar. Nabiy alayhisolatu vassalom o'ngida turdim. Shunda deydi, bir yetim bola bor edi deydi uyimizda. U kelib deydi, Rasulullohni chapiga turdi deydi. Shunda deydi Rasululloh deydi, qo'llari bilan itarib deydi, bizani orqaga turg'izib qo'ydilar deydi. Tushunarlimi? Agar mumkin bo'lganda nima qilmasdilar? Orqaga turg'izib qo'ymasdilar. Tushunarlimi? Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularni itarib orqaga turg'izib qo'yganlar. Tushunarlimi? Shu bilan demak, nima dedik? Bir kishi bo'lsa nima qilar ekan? O'ng tarafida turib namoz o'qiydi. Bir kishidan ortdimi, ya'ni ikki kishi bo'ldimi, nima bo'ladi? Orqada turadi. Tushunarlimi? Bittasi o'ngida, bittasi nimada emas, chapida emas. Tushunarlimi? Xo'p. ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي. Tushunarlimi? ولا يجوز للرجال جائز bo'lmaydi erkaklarga an yaqtadu bimra'atin aw sabi. Tushunarlimi? Joiz bo'lmaydi erkaklarga ayollarga nima qilishligi, iqtido qilishligi. Tushunarlimi? Ayollarga nima iqtido qilishligi, xuddi shunday xunsal mushkil bo'lgan xunasa. Tushunarlimi? Bizda mushkil bo'lgan xunasa bor. O'tdikmi yo'qmi u narsani? Hali o'tmadik. Xunsal mushkil bor. Mushkil bo'lgan xunasa u ya'ni erkak bilan ayolligi bilinmagan xunasa. Tushunarlimi? Chunki xunasa boshda turib qaysi a'zosidan birinchi bo'lib bavl qiladigan bo'lsa, biz o'sha jinsga aytamiz. Ya'ni agar erkaklik jinsidan, ya'ni unda xunasada nima bo'ladi? Erkak ayol ikkalasining ham a'zosi bo'ladi. Tanosul a'zosi bo'ladi. Qaysi biridan birinchi bavl qiladigan bo'lsa, o'sha a'zo kuchli hisoblanadi. Demak, asosiy deb o'sha jins vakili hisoblanadi. Tushunarlimi? Erkaklarnikidan bo'lsa, demak erkak, ayollarnikidan bo'lsa, demak nima? Ayol hisoblanadi. Agar ikkalasidan bir xil chiqib ketadigan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Mushkil bo'ladi. Uni tafsiloti keladi, xudo xohlasa kitob oxirida. Ular xunsal mushkil xunasa hisoblanadi. To nima balog'at yoshiga kelgungacha, chunki balog'at yoshiga kelgandan keyin erkaklarga o'xshab mo'ylov soqol chiqib ovozi do'rillaydigan bo'lsa, demak u nima? Erkak. Yo agar ovozi ingichkalashib, misol uchun ko'kragi o'sadigan bo'lsa, demak u nima? Ayol yoki ayollarga
ayollarga moyil bo'lsa, ya'ni shahvoniy jihatdan demak erkak, yo erkaklarga moyil bo'lsa, demak nima? Ayol. Yo unisi ham emas, bunisi ham emas, mushkil. Xumsal mushkil. Chunki erkak ayolligi noma'lum. Ular ayollarga iqtido qilmagandaka, xumsal mushkilga ham nima qilmaydi? Iqtido qilmaydi. Tushunarlimi? Chunki ehtimol u ayoldir. Tushunarlimi? Ehtimol u nima? Ayol. O'shaning uchun nima qilmaydi? Iqtido qilmaydi. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Wala sobi. Yosh bolaga ham nima qilmaydi? Iqtido qilmaydi. Tushundinglarmi? Yosh bolaga ham nima qilmaydi? Iqtido qilmaydi. Hop. Hop, ayolga iqtido qilmasligi, ayollar imom bo'lmaydi. Ayollar erkakga nima bo'lmaydi? Imom bo'lmaydi. Keyin akhiruhunna min haythu akhirahunna Alloh deb aytgan Abdulloh ibn Mas'ud. Alloh ularni orqada qoldirgani kabi sizlar ham ularni nima qilinglar? Orqada qoldiringlar deb aytgan. Shuning uchun ayollar erkakga nima bo'lmaydi? Imom bo'lmaydi. Tushunarlimi? Yosh bolaga imom bo'lmasligini sababi yosh bola nima emas? Ibodat unga vojib emas. Ibodat yosh bolaga nima emas? Vojib emas. Ibodat vojib emas degani mabodo o'sha namoz buzilib qolsa, uni nima qilmaslik kerak? Qayta o'qishi shart emas. Tushunarlimi? Erkak kishiga esa shart. Erkak kishiga shart. Xoh u nafil namoz bo'lsin, xoh farz vojib bo'lsa, mabodo o'sha namoz buziladigan bo'lsa, erkak kishi nima qilish kerak? O'sha namozni qaytadan o'qish kerak. Tushunarlimi? Yosh bola esa nima qilmaydi? Qayta o'qimaydi. Xoh u farz namoz bo'lsin, xoh u nima bo'lsin? Nafil bo'lsin. Tushunarlimi? Bunday bo'lgandan keyin erkak kishining holati nima hisoblanadi? Shar'an kuchliroq. Uni mavqei nima? Kuchliroq. Chunki u ibodatdan mas'ul. Yosh bola esa ibodatdan nima emas? Mas'ul emas. Ibodatdan mas'ul bo'lgan mas'ul emasga nima qila olmaydi? Iqtido qila olmaydi. Tushunarlimi? Nafilda bo'lsa ham. Shu sababli ya'ni tarovih namozida balog'atga yetmagan qorilarni chiqarib imomlikka o'tkazish joiz emas. Iqtido joiz bo'lmaydi u yerda. Tushunarlimi? Chunki u namozdan nima emas? Mas'ul emas. Alal asoh. Eng sahih rivoyatga ko'ra. Tushunarlimi? O'sha yerda qoldik. Alhamdulillahi robbil alamin.